Sen Samuel James Witwicky, Archibald Witwicky'ning avlodimisan? Ismingni bilishar ekan. Ha. Men ismim Optimus Prime. Biz Kibertron sayyorasidan kelgan avtonom robotexnik jonzotlarmiz. Nega bu yerda sizlar? Biz bu yerda Iskrani qidiryapmiz. Uni Megatrondan avval topishimiz kerak. Sen hayotimni saqlab qolding. Sendan qarzdormiz. Men Optimus Prime. Bu xabarni barcha tirik qolgan avtobotlarga yuboraman. Yulduzlar bahrida panoh topganlar eshiting. Biz shu yerda. Biz kutayapmiz.